Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bizdek ana odam ko'p ekan tasha olmadim, hozir ochaman anaqamni yuzimni aka. Siz onalarmisiz? Olmayapman. Ha, videodagi Assalomu opa. alaykum, yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Zo'rmisiz? Shukr, ko'tasiz. Ha, men sizni kutyapman, yig'lamang. Men sizni kutyapman. 10 minutdan beri opam. Yo, tashadim. opam. Anaqa odam to'laligiga tasha ko'tara olmadim. Ya Alloh rozi bo'lsin. Lexus. Rahmat. Mana qizim. Mana meni jiyanim. Mana Menga video bilan chiqqan jiyanim bu emas-ku. shu. Shu qizimmi? Ular sizga qalaysiz, jiyanim? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Sardor aka. Ular sizga. Ismingiz kim? Ona qizim, ismingiz kim? Ha? Hayotxon. Hayotxon. Nimaga yig'laysiz, Hayotxon siz? Yig'lamang, Hayotxon. Nimaga yig'laysiz? Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Akalar. Mashallah. Rahmat. Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Opajon, siz qayerdansiz? Namangan shahri Kichitosh buloqdan. Ha, vodiydansiz, vodiyliksiz, ha? Vodiyliksiz, ha? Allah razı olsun. Namangan shahri Kichitosh buloqdan. Alloh rozi bo'lsin. Nima bo'lgan, opajon, siz tura olmaysizmi? Nima bo'lgan? Men to'g'risi unchalik chuqur anonim yo'q. Avariya bo'lgan, umurtqam singani hisobiga orqa miyaga ketib qolganda nerv qisilib qolgan. Umurtqam qovurg'alar sinib ketgan. Yurib ketishda iloji bormi? Iloji bor, yo Turkiya yo Hindistonga borishim kerak. Ko'plari bilan gaplashganman. Endi unga ham 300-400 million pul kerakda. Sharoitim yo'q. Faqat uyda boquvchi o'zim edim. Hozir men ham yotib qoldim bir joyga. Bu jiyanchamizning videosini ko'rdim. Juda vaziyatimiz og'ir dedi. Uylar kimning nomida? Uyingiz bormi yo kvartira turasizmi? Yo'q, ota-onam uyda turaman, dadamlar uylarida turaman. Dadam uylari ham opa-odamlar nomida. Uyimiz nomimizda uy ham yo'q. Ha, ona uyda turasiz. Xo'jayingiz qayerda? Avariya bo'lgandan keyin ketib qolgan. Yurmaydigan xotin kerak emasdi. Sizda shunday holat bo'lganingizdan keyin tashlab ketgan shu qizchalarni hammi? Ya Xudoim sog' bersin.